Assalamu alaykum. Xasillik dasturxon programmamizga xush keldiniz. Bugungi programmamizda paxtadek yumshoq qilib, bo'loq mantining ximirini tayyorlab baqayli. Bundaqda ximir uchun ketadigan xuruchlar bilan tanishib chiqayli. Aldi bilan un, o'rta hol kuchliklikdagi un ishlatamiz. Undan 1 kilogram. Bo'ldirg'udan 10 gram. Köptürgüç, ya'ni baking powderdan 20 gram. Şekerden 24 gram. Üzümlük meyidan 40 millilitr. Şundaqla ilman sudan 550 millilitr işletimiz. Ondaqda ximir yoğuruşunu başlap ketayli. Ximir yoğuruş aparatımızga 1 kilo unumuzni solamiz. Onun ustiga köptürgüç, şeker, bo'ldirg'u, may ve sularimizni qo'yib, cho'kimiz bilan tekshib chuqur aralashtirib bergandan keyin ximir yo'g'irish aparatimizga silib, yaxshi qilib bir ximirni yo'g'irtib olamiz. Hamda ximirimiz yaxshi yo'g'rilib bo'lgandan keyin uni cho'ngroq bir qachiqqa yo'tkab, og'zini hem yepib, illiq joyga qo'yib bo'ldiramiz. Ximirimizmi taz köpüp, vayıga yetibdi. Hamda qo'limizni quruq unga tekizib turib, chaplashib qolmaslik uchun muvofiq cho'nliqda qilib zo'l yuzib olamiz. Ya'ni bir qitimliq mushu ko'rimizning jimbiliq patadigan, bir qitimda pishib chiqargan zo'lni hamini takshi uzib, tayyor qilib olamiz. Tayyor bo'lgandan keyin dastlabda tayyor qilib olgan zo'ldan boshlab mantining jildisini ichib, şu ekranı gösterdiğim şekilde kıymamızı silip mantının tügüşünü başlasak oldu. Futurluq tügüp, tigini maylap, cimbilimizge ratlik tizip alımız. Şunda qilib mantlarni, yani ikki jimbil mantlarni tizib tayyor qilib oldik. Hamda buning yuzini qurishib qolmaslik uchun pokiz lungi deb qo'yib turib, ko'rimizning o'tini yiqib, suvni qaynatamiz. Ko'rimizga suv qaynagandan keyin jimbilni ko'rig'i silib, 18 minutdan 20 minutlargacha bo'lgan araliqda pishiramiz. O'tni sal kuchlikka mahil, o'rta hol o'tda pishirsak bo'ldi. 20 minut vaqtmi dümlünüp toşdi, hamda o'tni o'chirib etib, tovoqni darhol ichib etmasdan 1-2 minut shu holatda turg'izib qo'yib, undan keyin tovoqni ichib, mantlarni chintaxlarimizga ratlik tizib elib olsak bo'ldi. Shunday qilib, paxtadek yumshoq mantini pishirib, tovoqlarimizga elib oldik. Ondaqda bugungi programmamiz mana bu yergacha bo'lsin. Kelar qatimliq programmamizni ko'rishayli. Allohga emanet.